Hammaga assalomu alaykum. Darslarimizni davom ettiramiz. Bugun ikkinchi dars. Termux nima va qanday o'rnatiladi? Termux o'rnatish va so'zlash. Dars maqsadi Termux ilovasini to'g'ri o'rnatish, asosiy so'zlamalarni qilish va birinchi buyruqlarni bajarish. Oldingi darsdan eslatma. Birinchi darsda biz dasturlash nima va nega telefonda o'rganish mumkinligini bilib oldik. Bugun esa amaliy ishni boshlaymiz. Nazariy qism. Termux nima? Termux Android telefonlar uchun bepul Linux terminal emulyator. Oddiy qilib aytganda, Termux telefoningizni mini kompyuterga aylantiradigan vosita hisoblanadi. Termux orqali siz Python, JavaScript dasturlash tillarida kod yozasiz, web server ishga tushirasiz, ma'lumotlar bazasi bilan ishlaysiz, kiberxavfsizlik tullarini o'rnatib, sinab ko'rasiz, Linux buyruqlarini o'rganasiz. Muhim ogohlantirish. Google Play Store'dagi Termux eski versiya. Uni o'rnatmang, ishlaydi, lekin hozirgi yangidan yangi chiqayotgan funksiyalar eski versiyada yo'q. Google Play Store 2020-yildan keyin Termux yangilanishlarini olmay qo'ygan. Shu sababli yangi funksiyalar eski Termux versiyasida ishlamaydi, xato beradi. To'g'ri manba F-Droid, bepul, xavfsiz yangi versiya. O'rnatish qadamlari. Qadam 1. F-Droiddan yuklab olish. Brauzerda F-Droids.org oching. F-Droidning rasmiy sayti chiqadi. Termux deb qidiring. Qidiruvga yozing. Downloads appga bosing. Faqat Termuxning o'zi yozilgan, yonida qo'shimchasi bo'lmaganini o'rnating. O'rnatishga ruxsat berish. Telefoningiz bu ilovani o'rnatish hamda ruxsatlarni berish uchun sizdan ruxsat so'raydi. Qadam 2. Termuxni birinchi marta ochish. 5-10 soniya kuting. Birinchi bor kirishda kechikishlar bo'ladi, keyinchalik tezlashadi. Mana shu ko'rib turgan dollarcha belgisi ko'rinsa, Termux tayyor. Birinchi kirilganda ko'plab yozuvlarni ko'rasiz hamda eng pastida mana shu belgi, dollarcha belgisi turadi. Qadam 3. Yangilash buyrug'i. Quyidagini yozing. Dollarcha belgisidan keyin PKG update 2 belgi bu va ya'ni and ma'nosini beradi va PKG upgrades. Bu Termuxga har kirganingizda birinchi beriladigan komanda bo'ladi. Savollar chiqsa, Y bosing va enter. Yangi paketlar bo'lsa qabul qilaman degani. Agar N bossangiz rad etish hisoblanadi. Qadam 4. Asosiy tullarni o'rnatish. Dollarcha belgisidan keyin pkg install git nano get curl python. Har birining vazifasi. Git kod versiyalarini boshqarish. Nano oddiy matn muharriri. Get internetdan fayl yuklab olish. Curl API bilan ishlash. Python dasturlash tili. Qadam 5. Xotira ruxsatini berish. Demak, dollarcha belgisidan keyin Termux setup storage buyrug'ini berasiz. Android so'raganda allow, ya'ni ruxsat berdim tugmasini bosasiz. Birinchi buyruqlar yodlab oling. Doim komandalar dollarcha belgisidan keyin yoziladi. Buni amaliyda ko'rib chiqamiz yana. Wawami foydalanuvchi nomini ko'rsatadi. Sizga berilgan nom chiqadi. PWD hozir qaysi papkada ekanligingiz turgan joyingizni aniqlab beradi. LS papkadagi fayllarni ko'rsatadi. Bizda nimalar borligini ko'rsatadi. Clear terminalni tozalaydi. Bu buyruq terminalni to'liq tozalab beradi. Birinchi bor ishlatganingizda qo'rqmang, hech narsangiz o'chmagan. Shunchaki muhitni tozalab berdi. Date bugungi sana va vaqt. Termux real vaqt bilan ishlaydi. Demak, amaliy topshiriq. Birinchisi, Termuxni F-Droiddan yuklab oling, ya'ni F-Droiddan o'rnating. Ikkinchi, PKG update and PKG upgrades bajaring. Wawami buyrug'ini yozing va natijasini screenshot oling.
Skrinshotni Telegram guruhga yuboring. Demak, darsni shu yerda amaliy qismini sizlar bilan birga bajaraman. Demak, men hozir ekranni ikkiga bo'lib olaman. F-Droid ilovasiga kiraman. Demak, men F-Droid ilovasiga kirdim. Hamda men qidiryapman. Termux. Demak, mana bir qancha variantlar chiqdi. Demak, men yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, Termuxning o'zi yozilgan, ya'ni mana bu Termuxning o'zi yozilgan joyga kiramiz. Ya'ni mana shu Termux emulyator. Termux ilovasining o'zi. Demak, men buni yuklab olganman va bu ilovaga kirib olaman. Demak, sizlar ham kirganingizda mana shunday muhit chiqadi. Demak, men buyruqlarni bajarish uchun ekranni ikkiga bo'lib olaman. Demak, amaliy topshiriq Termuxni yuklab, F-Droiddan yuklab oling deyilgan, o'rnating deyilgan. Demak, biz o'rnatib bo'ldik. PKG updates and PKG upgrades bajaring deyilgan. Demak, biz bajaramiz. PKG updates and PKG upgrades. Enter'ni bosamiz. Demak, bizda yangilanishlar boshlandi. Bir oz kutamiz. Ilova o'zi ishni bajaradi. Mana yuqorida ta'kidlagan joyim keldi. PKG upgrades va PKG updateslar Termuxni yangilaydi. Ya'ni bu Linux operatsion sistemasining Android versiyasi bo'lganligi uchun Linux ochiq kodli operatsion sistema, shu sababli unga keladigan yangilanishlar, ya'ni bizning tilda obnovleniyalar bepul hisoblanadi. Shu jumladan Android versiyasi Termuxda ham bular bepul hisoblanadi. Siz har kirganingizda PKG update va PKG upgradeslarni ishga tushirganingizda Termuxning yangi obnovleniyalarini o'zingizga olasiz, hamda yangiliklar kiritilgan bo'lsa, yangi toollar, yangi kodlar kiritilgan bo'lsa, uni o'zingizga olasiz. Bunda Termux sizdan so'raydi. Va mana shu yerda ko'rib turganingizdek Y va N bosilishni aytayapti, yo Y ni yo N ni bosing deyilyapti. Biz Y ni bosamiz, Enterni bosamiz. Yangilanishlarni qabul qilamiz. Men videoni tezlashtiraman. Demak, mana bizda buyruqlarni bajarib bo'ldi, yangilanishlarni o'z ichiga oldi va bizda yana dollarcha belgisi paydo bo'ldi. Uchinchi vazifamiz OAMI buyrug'ini yozing va natijasini screenshot oling deyilgan ekan. Demak, men yozganman. Demak, menda mana shunday nom chiqdi. Termux menga berilgan nom. Demak, biz mana amaliy darsni ham bajarib oldik. Endi shu yerda biz Termux ilovasidan chiqib ketamiz. Foydali havolalar. Videoni to'xtatib, screenshot qilib olishingiz mumkin. Video oxirida Termux va Linux haqida qisqacha ma'lumot. Termux Android telefonida Linux muhitini ishga tushiruvchi dastur. Rootsiz telefonni buzmasdan ishlaydi. Linux dunyodagi eng mashhur ochiq kodli operatsion tizim. Barcha serverlar, superkompyuterlar va Android tizimlarining asosi. Bepul, xavfsiz va cheksiz imkoniyatlar. Demak, mana shu yerda
Darsimizga yakun yasaymiz. Keyingi darslarimizni kuzatib boring va kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Like, komment kutaman.